Mana shu joyini juda ko'pchilik xato qiladi, chunki ko'pchilik mana shunga e'tibor qilmaydi. Shu joyini mana videoda oxirigacha ko'rsa, men tushuntirib beraman hammasini. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Nurlar Ro'ziboyev. Shangon brendidagi pop-up tikuv mashinasini juda ko'p bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. To'liq video qilib bering, iplarni o'tkazish, keyin mashinani o'zini boshqarish bo'yicha deydi. Chunki hozirgi kunda aynan ushbu tikuv mashinamiz urfga kirgan va uzor gullarni chiqarish uchun juda ham zo'r. Endi kompyuterning vishkasini olguningizgacha mana shunaqa ruchnoy qo'lda boshqariladigandan olib foydalansangiz yaxshi. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz ipni zapravkasidan boshlaymiz. Ipni zapravkasi mana men pastdan ko'rsataman. O'zi asli pop-upning ipi mana bunga o'xshagan bo'ladi. Bizda endi pop-upning ipini belvoq chorsilarga ishlatishadi, boshqa narsalarga ishlatishadi. Tepadan olib o'tasiz. Mana tepadagi birinchi qora temirdan olib o'tasiz va pastdagi plastinkadan olib o'tib, mana yerda temirchasi bor, o'tkazib qo'yishingiz kerak. Va undan keyin mana bu narsa, bu o'sha tepadagi ipni pastga tortib balansini to'g'rilab turadi, ya'ni bo'sh qattiqligini. Endi tepa tomondan sizga ko'rsatadigan bo'lsam, bu yerda ikkita teshik bor. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta kichkina, bitta katta. Katta teshik har doim pastdagi ipni tepaga tortib olish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchi teshiklar bular ignani razmeriga qarab o'zgartiriladi. Ignani razmeriga qarab mana bu kapsula ham o'zgarishi kerak. Mana bu keyin pastdagi plastinkaning teshigi ham shunga qarab o'zgarishi kerak. Hozir endi pastdan ipni tortib olamiz. Uning uchun mana bu krishkani hozir yechib turamiz. Bu mashinkani mana ichlarini moylashga ko'pchilik ochib qo'yadi. Ochib qo'ysangiz ichlarini ko'rib turasiz. Agar siz oq matodan tikishni boshlagan bo'lsangiz yopib qo'yganingiz yaxshi. Chunki mana moylangan narsalar tushib ketishi mumkin. Mana endi mana bu holatda mana lapkani pastga tushirib qo'yasizda, birinchi mana katta teshikda qarab tursiz. Men yaqinroq qilib ko'rsating, operator. Shuni teshikda ichida tepadan oling. Qora kichkinagina teshik keladi. Mana kimdir ko'rgan bo'lsa, mana keldi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana xuddi mana shu teshikdan u simni tiqamiz va pastga tushadi. Pastga tushgandan keyin o'sha simimizni kruchoyiga ilamiz, tepaga tortib olamiz. Tepaga tortib chiqardik ipni. Endi ignadan chiqarib olish kerak. Hozir bu katta teshikda turibdi. Mana bu teshikda 1-2 qo'yib ol. Mana bu teshikda turibdi. Buni mana ikkinchi teshigiga olib o'tib olamiz. Uning uchun ignani teskari tomonga qaytarib, mashinkani qulog'ini bitta burasi, o'zi ikkinchi tomonga olib o'tadi va agar pinsiya bo'lsa pinsiya, bo'lmasa mana o'zini simidan foydalanib chiqarib olsa ham bo'ladi. Teskari tortib oldik, to'g'ri tushunasizlar. Mana ipimizni bu tomonga olib o'tdik. Asosan tikadigan tomoniga o'tdi. Endi materialni qo'yib tiksak bo'laveradi. Oddiy misol, masalan, biz hozir bir qavatli materialni qo'yamiz. Buni nastroykalarni siz xarid qilganingizda, agar mana bunaqa material tikishim kerak desiz, tikib tekshirib berib, moslab beraman. Mana. Tekshirib ko'rasizda va tikishni boshlaydi. Yupqa materialni o'zini ham xuddi shu holatda tikadi. Men hozir boshqacha materiallarni ham tikib ko'rsatib beraman. Bir ikkita joylarga remontga bordik. Remontga borganimizda o'sha Karneli, Paltava yo'qolmasam germanskiy mashinalardan foydalanishar ekan, juda ham ovozi baland. Endi bu gullarni qanaqa qilib chiqariladi? Shularni ham men sizga ko'rsatib o'taman. Pastda mana richagi bor. Mana richagni ko'rib turibsiz. Richagni aylantirgan saringiz bu yo'nalishi o'zgaradi. Men hozir tikib ko'rsataman. Mana ketdi mana. Endi tepani ko'rsating. Mana gullar, mana pastdan buraganim sari yumaloq hosil bo'laveradi mana. Doirasimon yumaloq hosil bo'ladi. Choklarni katta kichik qilish, hamma yo'g'ini men
Telegramda o'zimni kanalim bor, shunda darsliklar qilib qo'yganman. O'sha darslik orqali o'rganib olsangiz bo'ladi. Ignani almashtirish, mashinkani qatini moylash kerak, qatidan foydalanish kerak. Keyin ushbu tikuv mashinamizni tezligini nechiga qo'yib foydalanish kerak, nechigacha buni chidamliligi necha tezlikgacha ko'taradi. Shularni hammasini men Telegramdan o'zim alohida yopiq kanal qilib videolar tayyor qilib qo'yganman. Shunda men tashlab beraman. Endi sizga men boshqa materiallarni ham ko'rsatib beraman. Shu materiallarni olaylik. Juda ko'pchilik parda materialini tikib, shundan chiqaramiz, uzorlar qilamiz deydi. Pardani materiali bu endi billurga o'xshagan, sal qalinroq bo'ladi. Men ko'rayotgan bo'lsangiz, bularda endi hozir tezligini ozgina ko'taramiz. Mana bu yerda skorsi bor. Skorsini bosamiz. 400 da turgandi mana. 800 ga qo'ydik. Esni bosdik. Yurdi. Mana. Buni juda ko'pchilik tikish jarayonida materialni o'zini buradi. Material burmaslik kerak. Materialni o'zini ushlab tursangiz bo'ldi mana. Pastdagi rechay orqali foydalanaverasiz. Oldiga, orqaga mashinkamizni yumshoqligiga e'tibor berib qo'yasiz. Boshqa brenddagi mashinalarga qaraganda Shangon brendidagi tikuv mashinamizni ishlashi, ya'ni mana qo'l bilan buraladigan ruchkasi ancha yumshoq. Shangon olgan do'stlarimiz agar videoda ko'rayotgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib keting. Chunki pop-up mashinani olaman deb ikkilanayotgan odamga ancha siz ko'maklashib, to'g'ri tanlov qilishiga yordam bergan bo'lasiz. Mana hozir bu qalin material, pardani materiali. Endi bu oddiy mana o'zimizni hozirgi kundagi trikotaj materiali, ya'ni cho'ziluvchan yoki bo'lmasa o'sha ishlab chiqarishga moslangan material. Ham qo'shib yuboramiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu materialda ham bir xil tip ketaveradi. Yupqani ham, qatlni ham, hattoki biz ushbu mashinani ba'zi bir klientlarimizga setkani ham tikadigan qilib to'g'rilab berdik. Setka degani ana kelin sarposida, kelin ko'ylaklardagi bo'ladigan setkalarni ham tikadigan qilib berdik. Tikuv mashinamiz ko'rinishi boshqalari bilan bir xil bo'lgani bilan, lekin buni ichidagi detallari, buni ichiga qo'yilgan har bir mexanizmi alohida bitta tema desam bo'laveradi. Xuddi shunga o'xshagan yaxshi sifatli tikuv mashinamizda mana VMI degani ham bor. VMI mashinamiz ham bu ham sifatli eng yaxshilaridan, ichidagi detallari, ichiga qo'yilgan har bir o'qlari, har bir detallarini men alohida sizga ko'rsatib o'taman. Shestronkalari, boshqa narsalari ancha rol o'ynaydi o'zi bu mashinkalarda. Mana ichiga qo'yilayotgan mana shestronkalari luft o'p olishini oldini oladi. Mana shu narsalar ko'p rol o'ynaydi. Mana bu qo'yilgan shatonlari, vallari, bu joydagi mana bu krishkani ichidagi kulachoylari, pastdagi kapsulalari, har bitta detali alohida mavzu desa ham bo'ladi. Biz sizga tavsiya qiladigan yaxshi tikuv mashinalardan mana VMI yoki Shangon brendidagi pop-up tikuv mashinalardan olsangiz, haqiqatdan o'sha siz chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotingiz zo'r chiqadi. Do'stlar, mana sizlarga foydali video bo'ldi deb o'ylayman. Imkon qadar bundan buyog'iga o'rtada ozgina tanaffus bo'ldi. Videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Men hozir showroomda ko'rayotgan bo'lsangiz, Bruce brendidagi, Shangon brendidagi tikuv mashinalarimiz juda ham ko'p. Space avtomatlashgan tikuv mashinalarimiz 12 ta ignali mana tikuv mashinamiz. Bu raspashvalkani havolisi, ya'ni avtomat o'sha futbolkalar etagini buklaganda o'zi chiska qilib qo'yib beradigan mashinkalarimiz va boshqa turdagi avtomat tikuv mashinalarimiz bor. Hamma narsani aytib ham davlat siri esdan chiqib qolibdi. Ko'pchilik mashinkani shuncha maqtading, shuncha narsasini ko'rsatding, shuncha gapirding, abi narxini nima aytmaysan deganlarga bu mashinkamiz narxi hozirgi kunda $430. Manzilda ham eslatib o'taman, manzilimiz Toshkent shaharda. Agarda siz Toshkent shahar ichida ushbu Shangon brendidagi tikuv mashinadan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizda ustanovka dastlabki xizmatlari ham bor. Yana bir narsani sizlarga eslatib o'taman. Agarda sizda ushbu mashinkani bir martada to'lab, ya'ni naqd to'lab olishga imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, ushbu tikuv mashinani biz Uzum market platformasiga joylaganmiz. U yerda 3 oy, 6 oy, 12 oy yoki 2 yilgacha bo'lib to'lashga sharoit bor xullas. Olib bossangiz bo'ladi. Hozir rasta sezoni,
olib 3 oyda bo'lib o'sha to'lab qo'ysangiz ham bo'ladi. Agarda siz Uzun marketdan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bizni pastdagi nomerlarimizga Telegramdan yozsangiz, biz sizga ushbu tikuv mashinani o'zini kodini tashlab beramiz. Shu orqali siz haqiqiy originalini Uzun marketdan adashmasdan tanlaysiz va ushbu raqam orqali bizga aloqaga chiqqaningizda biz sizga aynan ushbu korobkadagi tikuv mashinani qalin, yupqa, setka, ular parkorpalargacha tikadigan qilib nastroykasini qilib, bonusini qilib jo'natamiz. Ushbu videoda Ali aytganimdek, o'sha eng yaxshi o'sha popo mashinani olaman degan do'stlariga siz ham jo'natib qo'ying. Dirs qilib like bosishni unutmang.